Bormi bor. Ketdi ochamiz. 450 ming so'mga sizlarga har bitta mashinaga kerak mahsulotni ko'rsatamiz. Ko'rasizlar? Zo'r mahsulotda Xitoyliklar yorug'roq ishlab chiqarishdi. Shunda ochasizlar, ko'rasizlar. Ochdinglar, bunda ochasizlar. Birinchi ochishda plyus tarafini aytaman. Kechqurun mashinangiz buzilib qoladi, kunduz buzilib qoladi. Bunda ko'tarasizda qo'yib qo'yasiz. Mana bitta lampochkasi bor, kechqurun yonish uchun. Hozir uni ham ko'rsataman. Bunda tiqib qo'yasiz. Mashinangizga liboy joyga joylashib o'tiradi. Xo'p, buni ichida nima bo'ladi? Qarang. Formasi bor, kiyimi ham bor. Kamida kiyimlari 100 ming so'mdan turadi mana. Kiyimi bor. Prekruter deydi, nima? Mashinani zaryadga qiladigan deydi. Xo'p, bu bor. Mana mashinani tortadigani bor. Ko'rasiz, hisoblab ko'ring. Xo'p, 11 bor. Pichog'i bor. Ronix2. Mana bunaqa oyna sindiradigan bor. Ko'rasiz. Bunaqa atyorkasi ham bor. Mana bu kechqurun o'shani uchiga qo'yadigan yonadimi? Bunga batareya qo'yish kerak ekanda, to'g'rimi? Xo'p. Albatta o'zi Ronix so'zini mana bunaqa pechatkasi bor, sifatli. Xo'p, shularni 450 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Qanaqa zo'r narsa olib kelib qo'yishgan. Kimgadir shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, egalarni nomini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib bosasingiz bo'ladi. Mana bu bunda qo'ydingiz, mana bu knopkasini bossangiz, kechqurun uzoqda chiroq yonib turadi. Chiroq yo'q joylarda ishlatsangiz bo'ladi. Buni batareyasini qo'yib olsangiz bo'ladi. 450 ming so'mga har bitta mashinaga kerak. O'zbekistonda nechta mashina bo'lsa, hammasiga shundan qo'yish kerak. Vashshe zo'r narsa bor. Kelib xarid qilib bosa olmasanglar, afsuslanasizlar.